Bir necha kundan beri men boshpana sizlar uchun ajratilgan yerda yashayapman. Hech qachon boshimga bunday hol tushadi deb o'ylamagan edim. Bu yerda meni xotirasini yo'qotgan odamlardan biri deb hisoblashadi. Men bilan birga yashayotgan odamlar kimligini, qayerda yashaganini, qarindoshlari kimligini eslay olmaydi. Shu sababli kimdir ularni topmagunicha uylariga ham qayta olishmaydi. Lekin men hammasini eslayman. Mening ismim bor. Qayerda yashaganimni, qayerda o'qiganimni, qayerda ishlaganimni bilaman. Do'stlarim ham, ota-onamni ham yaxshi eslayman. Ammo men endi ularning oldiga qayta olmayman. O'sha qishloqda tunashim kerak emas edi. Ammo o'sha kechasi ahmoqona qaror qildim va u yerda tunab qoldim. Bizning kompaniyamiz o'sha qishloqda elektr tarmoqlarini ta'mirlash bo'yicha tender yutib olgan edi. Men pudratchi vakil edim. Qishloq kengashi raisi bilan uchrashib, hujjatlarni imzolattirishim kerak edi. O'sha kuni yaqinlarimga sovg'a olayotib, kechikib qoldim. Hujjatlarni olib qishloqqa borganimda, rais meni kutmay ketib qolgan ekan. U faqat ertaga qaytishini aytishdi. Menga esa imzo zudlik bilan kerak edi. Ko'chada allaqachon qorong'u tushgan ekan. Men ertaga yana qatnab yurmaslik uchun shaharga qaytmaslikka qaror qildim. Biror joyda tunab, ertalab rais bilan hamma ishni hal qilaman deb o'ylardim. Mahalliy elektrikka murojaat qilib, pul evaziga menga boshpana beradigan kimdir bormi deb so'radim. U qishloqda kichik bir mehmonxona borligini aytdi. U yerda hamma xonalar ko'pincha bo'sh bo'lar ekan. Mehmonxonani bitta chol boshqarar ekan. Rostini aytsam, u chol biroz g'alati ko'rinardi, lekin meni kutib oldi. Bu mehmonxonada chol ham administrator, ham farrosh, ham qorovul vazifasini bajarardi. U meni uzun bir qavatli binoga olib kirdi. Eshikni ochib, ichkariga kirgizdi. Ichkari sovuq edi. Nafasim bo'g' bo'lib chiqardi. "Hozir isitish tizimini yoqaman", dedi chol. "Xavotir olmang, tezda isib ketadi. Siz xonani tanlayvering, hammasi bo'sh." U yerda 3 ta xona bor edi. Hammasi bir xil. Devorlari eski yashil gul qog'oz bilan qoplangan. Ichkarida kravat, tumba va shkaf bor. Men yo'lak oxiridagi xonani tanladim, chunki kravat yonida rozetka bor ekan. Telefonni quvvatlash uchun qulay edi. Chol pulni oldi va o'rnimni to'shab berdi. Men o'zim qilaman desam ham, u rozi bo'lmadi. "Xavotir olmang, men bu ishni juda yaxshi ko'raman", dedi u kulib. Yozda ba'zida shahardan kelganlar mehmonxonaga kirib o'tishadi. Qishda esa hech kim bo'lmaydi. Mehmon bo'lsa xursand bo'laman. Har yili bu mehmonxonani yopamiz deyishadi. Foydasi yo'q emish. Bu ish bo'lmasa, zerikib aqldan ozardim. Men ham unga muloyimlik bilan javob qilgim keldi. "Men ham sizning mehmonxonangiz nima qilardim bilmayman", dedim. Chol esa, "Bu bino aslida qishloq klubi uchun qurilgan edi. Keyin kichkina deb qurishmadi. Kutubxona qilamiz deyishdi, u ham amalga oshmadi. Oxiri kichik bir mehmonxonaga aylantirishdi. Xo'p, sizni bezovta qilmay, dam oling", dedi u va chiqib ketdi. Men yolg'iz qoldim. Qiladigan ish yo'q edi. Bir nechta qo'ng'iroq qilib, qishloqda qolishimni aytdim va uxlab qoldim. Tunda sovuqdan uyg'onib ketdim. Bu xona sovuqligidan emas edi. Men to'shalmagan karavotda yotardim. Na ko'rpa bor, na matras. Yalang'och prujinalar ustida edim. Axir uxlashimdan oldin mehmonxona egasi o'zi joyini to'g'irlab bergandi-ku, deb o'yladim men. Xona sovuq va qorong'u edi. Devorlardagi abo'ylar yirtilgan, joy-joyidan ko'chgan, kiyimlarim yerda sochilib yotardi. Agar suyaklarimgacha kirib borayotgan sovuq bo'lmaganida, buni dahshatli tush deb o'ylagan bo'lardim. Men tezda shim, paypoq, futbolka va sviterimni kiyib oldim. Nima bo'lyapti o'zi, deb o'ylardim. Avvaliga bu boshqa xona deb o'yladim. Yo'q, bu o'sha rozetkali xona. Ammo hammasi go'yo bu yerda yillar davomida hech kim qaramagandek ko'rinardi. Bu holat miyamga sig'masdi. Men butunlay sarosimaga tushib qoldim. Shu payt eshik ortidan qadam tovushlari eshitildi. Kimdir yaqinlashayotgandi. "Nima bo'lyapti?" deb baqirdim sovuqdan tishlarim qaltirab. Eshik birdan tepib ochildi. Tutqich devorga urildi. Men cho'chib ketdim. Ko'zimga kuchli yorug'lik tushdi. Kimdir fonarni to'g'ridan to'g'ri yuzimga tutib turardi.
Men faqat xira soyani ko'rdim, ammo ovozidan tanidim. Bu o'sha meni kutib olgan chol edi. U meni savollarga tuta boshladi. "Sen kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Bu yerga qanday kirding?" Meni hayratga solgani, endi u avvalgidek muloyim emas, qo'pol gapirardi. "Aqling joyidami o'zi?" dedim men jahl bilan. Men ko'zimni fonar nuridan berkitdim. "O'chiring buni, nima qilyapsiz o'zi? Men sizga pul to'ladim, ustingizdan shikoyat qilaman", deb do'q-po'pisa qila boshladim. "Sen kimsan o'zi?" deb baqirdi chol, ovozi bo'g'ilib ketgudek darajada. "Men kecha sizning mehmonxonangizga joylashgandim-ku." "Qanaqa mehmonxona? Bu yer allaqachon yopilgan. Men bu yerda qorovulman. Sen bu yerga qanday kirding?" deb baqira boshladi chol. Shunda chol umuman aqldan ozgan deb o'yladim. Bu suhbat meni charchatdi. O'zimni xavfsiz his qilmayotgan edim va u bilan yana bir xonada qolishni istamasdim. Yorug'likdan qochib, chiqish tomonga yo'naldim va nihoyat cholni aniq ko'rdim. Joyimdan sapchib ketdim. Cholning boshi cho'zilib ketgandek, deformatsiyalangan edi. Yuzining shakli go'yo ezilgan plastilindek, xuddi qiyshiq oynadagi aksga o'xshardi. Bu odam emasdi. Bu qanaqadir g'alati maxluq edi. Men boladek qichqirib yubordim va eshik tomonga yugurdim. Lekin o'sha dahshatli chol orqamdan yetib kelib, qo'li bilan yuzimni changalladi. Tirnoqlari bilan ko'zlarimni tirnadi, yuzimni qonatdi. Men uni itarib yubordim. Yo'lakka chiqib, qorong'ulikka qarab yugurdim. O'yladimki, u ortimdan quvadi. Ammo birdan xona eshigi yopildi va barcha tovushlar birdaniga yo'qoldi. Yo'lak esa xonadan ko'ra ancha issiq edi. Devorda yirtilgan aboylar ham yo'q. Nima bo'ldi o'zi? O'sha xunuk, cho'zilgan boshli, buzilgan yuzli chol balki meni ko'zimga ko'ringandir. Balki fonar nuri ko'zimni chalg'itgandir yoki hammasi tush bo'lgandir. Men qo'rqqancha xonadan chiqib ketdim. Hammasi haqiqatdan ham telbalikdek tuyulardi. Yo'lak oxiridagi eshik yopiq edi. Men u tomonga borishni istamadim. Bo'ldi, yetar. Yuzim achishardi, ko'zlarim og'rirdi. Yanog'imga tegindim, qon oqyapti. Demak, bu tush emasdi. Yoki men o'zimni uyquda tirnab tashladimmikan? Har qanday holatda ham men bu binoda qolishni istamasdim. Odamlarni topishim, bo'lgan voqeani aytishim kerak edi. Lekin chiqish eshigi qayerdaligini topa olmasdim. Faqat yonxonaning eshigini topdim. Ichkaridan qandaydir tovushlar kelardi. Eshikdagidan esa sarg'ish, pushti, yashil rangli xira yorug'lik miltillardi. Demak, bu yerda yana kimdir bor. Qorong'uda yolg'iz qolishdan qo'rqardim. Ichkarida nima borligini bilmasdan, lekin tavakkal qilib eshikni taqillatdim va ochdim. Ko'rgan narsamni umuman kutmagandim. Bu xona emas, balki katta zal edi. G'alati. Kechqurun mehmonxonani ko'rganimda bu yerda bunaqa zal yo'q edi-ku. Zal markazida past shef ostida sun'iy archa turardi. Unda rang-barang chiroqlar miltirardi. Atrofida eski kartondan yasalgan hayvon niqoblarini taqqan bolalar o'tirardi. Quyonlar, ayiqlar, mushuklar, itlar. Ular qimirlamasdi, xuddi haykaldek o'tirishardi. Ular bilan birga qora ko'ylak kiygan baland bo'yli ayol ham bor edi. Yorug'lik uning yuziga tushmasdi. Boshi butunlay qorong'ulik ichida turardi. Zalda past, g'amgin musiqa yangrayotgandi. Bayram uchun juda g'amgin, deyarli azo ohangidek. Bularning bari juda g'alati edi. Bu paytda bolalar uxlab yotish kerak emasmi? Kim ularga yarim tunda bayram uyushtiradi? "Kechirasiz", dedim men. Men faqat chiqish yo'lini so'ramoqchi edim xolos. Ayol meni eshitmadi ham. U keskin va chillagan ovozda, "Siz bizga xalaqit beryapsiz. Ko'rmaysizmi bolalarda bayram bo'lyapti. Darhol chiqib keting", dedi u. "Kechirasiz", dedim men yana bir bor. Lekin u yana gapimni bo'ldi. "Bolalar, u bizga xalaqit beryapti. Uni haydanglar." Niqobli bolalar birdan jonlangandek bo'ldi va menga qarab yugurishdi. Ular kuchsiz, lekin to'da bo'lib ustimga tashlanishdi va meni yiqitishdi. O'nlab qo'llar kiyimimdan tortardi, yoqamdan bo'g'ardi. Quloqlarimni og'ritib tortishardi. Barmoqlarini ko'zlarimga suqishardi.
Men ularni itardim, lekin foydasi bo'lmadi. "Tegmanglar menga!" deb baqirardim. Men ayiq niqobli bolani itarib yubordim. Mushuk niqobli qizni qo'limdan siltab tashladim va oyoqqa turdim. Lekin ular biroz jim turib, yana va yana ustimga tashlanardi. Meni har tomondan yiqitishga harakat qilishardi. Mening jahlim chiqib, to'liq kuch bilan qarshilik ko'rsata boshladim. Ularni turli tomonga ota boshladim, lekin ular yana yemaklab kelib, oyoqlarimga yopishardi. Bir bolani itarib yuborayotib, tasodifan uning niqobini tushirib yubordim va ey Xudo, bu nima edi? U bolaning yuzi yo'q. Ko'z va og'iz o'rnida faqat 3 ta teshik bor. Ular bir vaqtda kengayib, torayib, havoni tortayotgandek edi va u yana menga sakradi. Dahshatli manzara. Men qolganlarni ham siltab tashlab, o'qdek zaldan chiqib ketdim. Orqamga qaramay yugurdim va ko'cha eshigini topdim. Men tutqichni ushladim, lekin shu payt birdan kimdir oyog'imni tortdi. Men yiqilib, yuzim bilan yog'och polga urildim. Kuchli qo'l meni sudrab ketardi. Orqamga qaradim. Bu o'sha buzilgan yuzli chol edi. "Qayoqqa ketyapsan? Seni hech kim qo'yib yuborgani yo'q", dedi u. Cholning qo'lida endi fonar emas, balki uchi egilgan mix sug'uruvchi temir tayoq bor edi. U mening oyog'imni qo'yib yubordi va ikkita qo'li bilan zarba berish uchun ko'tardi. Men esa dumalab oldinga otildim. U temirni tushirishga ulgurmay qoldi. U meni shunchaki urmoqchi emas edi. U meni o'ldirmoqchi edi. Men qayerga kelib qolganimni tushunmay yurardim. Atrofda kitob javonlar o'tirardi. Bu kutubxona-ku. Endi hammasi aniq bo'ldi. Bu bino ichidagi joylashuv doim o'zgarib turardi. Bunday katta joy, bunday kichik binoga sig'ishi mumkin emasdi. Men qorong'uda yugurib yurardim. Yo'laklar orasida yashirinardim. O'sha xunuk chol ham yaqin atrofda yurardi. U og'ir nafas olayotgandi. Aftidan u meni ko'zdan yo'qotib qo'ygan va sarosimada, lekin u meni topib o'ldirmoqchi. Men uzoqroq yerdan yashirin joy topdim. Chol u yerdan allaqachon o'tib ketgan va qayta qidirmaydi deb o'yladim. Men nafasimni sekinlashtirish uchun og'zimni qo'lim bilan yopib turardim. Ehtiyotkorlik bilan qarardim, o'sha telba yo'qmikan deb. Men u yerdan chiqmaslikka qancha kerak bo'lsa shuncha turishga tayyor edim. Faqat o'sha mix sug'urgich ko'targan maxluqqa ko'rinmasam bo'ldi. Shu payt birdan kutubxonaga bolalar bostirib kirdi. Yo'q, ular aslida bolalar ham emasdi. Endi ularning yuzida niqoblari yo'q, bo'sh teshikli yuzlari bilan qarab turishardi. "Uni toping", deb buyurdi chol. Ular o'rgimchaklardek har tomonga tarqalib ketishdi. Ulardan biri meni tezda topdi va xirillagan tovush chiqardi. Yuzidagi teshiklar kengayib, signal berayotgandek edi. Chol darhol yetib keldi. U tayoq bilan yuzimga zarba bermoqchi bo'ldi. Men tez egilib, qorong'u yo'lakka qarab yana yugura boshladim va yo'lakka chiqib oldim. Eshikni qidirib o'tirmay, oynadan sakrashga qaror qildim. Tutqichni tortdim, derazaga chiqdim. Ammo tashqarida na yer ko'rinardi, na osmon. Hech narsa yo'q. Hatto shamol ham yo'q edi. Shu yerga sakrash to'g'rimi? Orqamga qaradim. Hech kim meni quvmayapti. Hamma tovushlar yo'qolgan. Yana o'sha qishloq mehmonxonasi yo'lagida paydo bo'lib qolgandim. Na klub, na kutubxona, aynan mehmonxona. Xuddi men kelgan paytdagidek, yog'och pol, eski abo'ylar va eshiklar. Ammo deraza ortidan sovuq havo kirib turardi. Yana shubhalana boshladim. Balki men aqldan ozgandirman. Balki bularning hammasi xayoldir. Men derazadan ichkariga tushdim. Telefonimni topishim kerak edi. U xonamda qolgandi. Yo'lak oxiriga bordim. Eshikni ochdim. Ha, bu mening xonam. Hammasi kechagidek. Faqat karavotda kimdir yotardi. Ko'rpa bilan yopinib olgan. Balki bu odam menga yordam berar deb o'ylab qoldim. Yaqinlashdim. Uni uyg'otish uchun yelkasiga tegmoqchi bo'ldim va qo'limni tortdim. Chunki uning yuzini ko'rdim. Bu men, o'zim edim. Aniqrog'i mening o'lik nusxam. Peshonasi yorilgan, chuqur yara ochilib turardi. Uni uxlab yotganida urishgan bo'lsa kerak. Endi qochishni ham istamasdim. Hech narsa qilishni xohlamasdim. Umidsizlikka tushib qoldim. Yerga o'tirdim va yuzimni qo'llarim bilan yopdim. Bo'ladigani bo'lsin. Chol boshimni yorib tashlasin yoki
O'sha mahluqlar bo'g'ib o'ldirishsin. Baribir qochadigan joy yo'q va bunda ma'no ham yo'q edi. Boshimni tizzamga qo'yib, shu holatda taxminan 1 soat o'tirdim. Birdan boshimga nimadir tushayotganini sezdim. Qor donalari bo'ynimga tushib erib ketardi. Ko'zimni ochdim. Bu yana nimasi? Men qor uyumida o'tirardim. Atrofimda devorlar bor, lekin tom yo'q edi. Na tom, na deraza. Ustimda kulrang tong osmoni turardi. Men o'rnimdan turdim va tashqariga chiqdim. Orqamga qaradim. Bu bino emas edi. Bu qishloq o'rtasidagi xaroba edi. Mashinam ham yo'q. Men kurtkasiz, shapkasiz, faqat paypoqda turardim. Qor ustida yurib, yordam izlashga majbur bo'ldim. Qishloq aholisi meni tezda payqadi. Ular mendan so'rashardi: "Senga nima bo'ldi? Kiyimlaring qayerda? Yuzingni kim bu darajada tirnadi?" Yo'lda kecha men uchrashgan o'sha elektrikka ham duch keldim, lekin u meni tanimadi. U menga kecha qishloqqa hech kim hujjatlar bilan kelmaganini, elektr tarmoqlarini ta'mirlash ham kerak emasligini, hech qanday tender ham bo'lmaganini aytardi. Men hayratdan qotib qoldim. Qanday qilib? Axir men kecha keldim. Mehmonxonada tunadim-ku. Ular esa javob berishdi: "Bu yerda hech qachon mehmonxona bo'lmagan. Men chiqqan bino esa 30 yil oldin qurilishi tugallanmay tashlab ketilgan klub yoki kutubxona bo'lishi kerak bo'lgan, lekin qurilmagan bino edi." Qishloq aholisi yana shuni aytishdiki, o'sha xarobalarda odamlar yo'qolib qolar ekan, kelgan odam qaytib chiqmas ekan. Lekin aksincha, yo'qolgan odam paydo bo'lishi bu birinchi marta bo'lishi ekan. Men kecha uzoq gaplashgan elektrik meni tanimayotganiga ishona olmasdim. Axir siz o'zingiz menga o'sha mehmonxonani tavsiya qildingiz, meni o'sha chol bilan tanishtirdingiz, derdim men. U esa qat'iy rad etardi. Bunday bo'lmagan. Men kecha butun kun chaqiruvda edim. Qishloqda qoshsiz, kal chol yo'q, sen tasvirlab bergandek, derdi. Keyin u qo'shimcha qildi: "Bir paytlar shunaqa odam bor edi, lekin anchadan beri ko'rinmaydi. Balki o'lib ketgandir." Men nima bo'layotganini tushuna olmay telefon so'radim. Avval ishxonamga qo'ng'iroq qildim, lekin telefonni boshqa tashkilot ko'tardi, boshqa nom bilan. Men adashganmanman deb o'yladim. Bu raqamni lekin yoddan bilardim. Keyin otamga qo'ng'iroq qildim. "Dada, bilaman anchadan beri gaplashmaganmiz, lekin men muammoga duch keldim. Iltimos, yordam bering." U javob berdi: "Kimsan o'zing?" Bu aniq uning ovozi edi. Shunda men unga tushuntira boshladim. "Men sizning o'g'lingiz Shohruxman. Siz Malik amaki bilan kursdosh bo'lgansiz. Onam Shoira Ahmedovaga uylangansiz. To'g'rimi?" "Noto'g'ri", dedi u. "Menda hech qachon o'g'il bo'lmagan. Mening 2 qizim bor. Bu aytgan ayolingni ham tanimayman. Xayr." Va telefonni qo'ydi. Kimga qo'ng'iroq qilmayin, shu holat takrorlanardi. Hech kim meni eslay olmasdi. Hech kim meni tanimasdi. Shuning uchun meni uysizlar boshpanasiga joylashtirishdi. Xotirasini yo'qotganlar qatoriga qo'shishdi. Lekin men hammasini eslayman. Men hammani eslayman. Butun dunyo esa meni unutgan va ishonchim komilki, bu men yashagan oldingi dunyo emas. Unga o'xshash, lekin boshqa dunyo. Bu yerda men hammaga begonaman. Ular meni aqldan ozgan deb o'ylashadi, meni telba deb hisoblashadi. Lekin bu yolg'on. Men sog'man va nima qilishimni ham bilaman. Men bu boshpanadan qochaman va yana o'sha qishloqqa boraman. O'sha qurilishi tugallanmagan bino xarobalariga tushaman. Balki yana o'sha dahshatli tunni boshdan kechirishimga to'g'ri kelar. Balki hayotimni xavf ostiga qo'yib, o'sha chol va maxluq bolalardan himoyalanishimga to'g'ri kelar. Lekin bu mening yagona imkoniyatim. Uyimga qaytish uchun oxirgi umidim. Menga omad tilang. Hikoya haqida fikrlaringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz? U haqiqatdan ham xotirasini yo'qotganmi yoki bu voqealar haqiqatdan sodir bo'lgan deb o'ylaysizmi?